Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Abituriyent biologiya sertifikat to'plamidan ikkinchi variantni ko'ryapmiz. 33-masala. Demak, biz aytyapti, energiya almashinuvining 3 ta bosqichida jami hosil bo'lgan energiya 14490 kilojoul bo'lib, to'liqsiz va to'liq parchalanishdan 184 molekulyar ATF hosil bo'ldi. Demak, biz aytyaptiki, qaranglar. 3 ta bosqichda jami bizda 14490 kilojoul energiya hosil bo'lgan deyapti 3 ta bosqichda. Va bizda 184 molekulyar ATF chala va to'liqdan hosil bo'ldi deyapti. To'liqsiz degan chala degan. To'liqdan hosil bo'lgan deyapti. Xo'p, yana bizga bergan ma'lumotlar. Bu jarayonda glikoliz bosqichida sarflangan ADF molekulasi miqdori aerob bosqichda sarflangan ATF molekulasidan 3,6 marta kam deyapti. Bu degani aerob 3,6 marta ko'p degani. Xo'p, demak qarang, belgilab olamiz. Chalaga y bersaylik, to'liga x beramiz. Shunda biz aytyapti, xo'p, to'liq parchalanishda 36 molekulyar ATF chiqadi. Agar x bo'lsa, 36x bo'ladi. Ya'ni 36x taqsim biza chala parchalanishdan 2 ATF chiqadi. Bu 2y plus bundan ham ikkinchi bosqich o'tadi. Ya'ni glikoliz deyapti. Chala parchalangan demayapti, uzr. Glikoliz deyapti. Shunda 2x bo'ladi. Teng 3,6 marta katta deyapti aerob. Endi 3,6 ni pastga ko'paytirib yuborsak, shunda bizda chiqadi 7,2y plus 7,2x teng 36x ga. 7,2y teng 7,2x plus sho'ra minus sho'ra bo'lib o'tadi bu bitga. Shunda 28,8x bo'ladi. Shunda y-imiz chiqadi bizda 4x ga. Endi bu y dan chiqqan 4x ni mana bu ga olib kelib qo'yamiz. Shunda bizda paydo bo'ladi 2y emas, 2 ni ko'paytiramiz 4x ga. Shunda hop 8x plus 2x plus 36x teng bo'lar ekan 46x ga. Mana shu 46x teng bo'lar ekan bizda 184 ATF ga birgalikda. 184 ATF ga. X chiqadi bu yerda 184 bo'lsa 46 ga 4. Demak, biz 4x chiqdi. X ni belgilab olgandik. 4 to'liq parchalanishdi. Degan 4. Endi x ni y ni o'rniga olib qo'yamiz, ya'ni mana yerga. Mana yerda y ga 4x chiqqan. Shunda 4 ni ko'paytirib yuboraman. 4 ga 16. Demak, y 16 ekan. Demak, chala parchalangan glyukoz ham 16 ga teng ekan. Xo'p, endi biz so'rayapti 33-da. Energiya almashinuvi tayyorgarlik bosqichidan hosil bo'lgan energiya deyapti. Tayyorgarlik bosqichi degani bu birinchi bosqich. Xo'p. Demak, 16 ni ko'paytirib yuborsak 200 ga. Ya'ni chala parchalanganda 200 energiya chiqadi. Shunda bizda paydo bo'ladi 3200 kilojoul. Xo'p, 4 ni ko'paytirib yuborsak 2800 ga. Ya'ni 28 ga emas, 2800 ga. Chiqadi bizda 11200 energiya. Shunda birgalikda 14400 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Bular ikkinchi va uchinchi bosqichda. Bizda birinchi bosqichdan so'ragan hisobiga ayirib yuboramiz. 14490 dan 14400 ni shunda bizga kelib chiqadi 90 kilojoul energiya birinchi bosqichda. Javob A bo'ladi bu yerda 33 ga. 34 aytyapti. Energiya almashinuvining 3-bosqichida ATFda to'plangan energiyani so'rayapti bizda. ATF molekulasini emas, kilojoul so'rayapti. Xo'p, 3-bosqich bo'lish uchun faqat bizda to'liq parchalanishdan sodir bo'ladi. Bu degani 34 ga javob bo'ladi. 4 ni ko'paytirib yuboramiz. Xo'p, bizda qarang. To'liq parchalanishda, ya'ni energiya almashinuvining 3-bosqichda 36 molekulyar ATFda to'planadi energiyamiz 1440. Shuni ko'paytirib yuborsak 1440 ga to'g'ridan to'g'ri
biz kilojol topamiz. Shunda bizga chiqadi 5760 kilojol. Bu faqat aero bosqichdagi, ya'ni 3-bosqichdagi atom to'plangan energiya. Shunda bu bo'ladi E variant 34 ga. Xo'p, 35-savol aytyapti bizga. Energiya almashinuvining ikkinchi bosqichda issiqlik sifatida tarqalgan energiya so'raydi. Qarang, ikkinchi bosqich deb aynan chala yoki to'liqdagini so'ramayapti. Bu degani ikkalasida ham ikkinchi bosqich bo'ladi. Shunda 16 plus 4 teng 20 molekula glyukoz ham ikkinchi bosqichda o'tadi. Bu degani buni ko'paytirib yuboraman, issiq energiya so'ragan bo'yish 120 ga. Shunda bizda bo'ladi 2400 kilojol energiyamiz issiqlik sifatida tarqalgan. Bunga variant bo'ladi D. Keyingisiga o'tamiz. 36-masala. Bizda aytyapti, bir molekula hujayrasida, o'simlik hujayrasida 3 ta bir xil uzunlikdagi DNK molekulasi o'rganildi. Bunga ko'ra, birinchi DNK molekulasidagi adenin nukleotitlari umumiy nukleotidning 20%. Xo'p, buni o'qishdan oldin yozib olamiz. Bizda 3 ta bir xil uzunlikda DNK bor deyapti. Demak, nima deylik? Bizda 3 ta bir xil uzunlikda DNK bor deyapti. Xo'p, endi aytyapti bizga mana bu birinchi DNK, ikkinchi DNK, uchinchi DNK desak. Xo'p. Demak, bunga ko'ra birinchi DNK molekulasidagi adenin nukleotitlari soni umumiy nukleotidning 20% tashkil qiladi. Xo'p, bizda adenin bor, timin bor, guanin bo'ladi, sitozin bo'ladi. DNKda. Bu ham shunaqa adenin, timin, guanin, sitozin. Adenin, timin, guanin, sitozin deylik. Xo'p, biz aytyapti, birinchi DNKning adenin umumiy nukleotidning 20% tashkil qiladi. Demak, 20% adenin bo'lsa, demak bunda 30% guanin bo'ladi. Shunda umumiy qiymat 55 kerak. Ya'ni yarmi 50 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, ikkinchi DNK molekulasi sitozin nukleotitlarining umumiy 40% tashkil qiladi. Bu yerda 40% sitozin bor dedi. Bu degani bu 10% ga teng. Boya aytgan narsam umumiy yarmi 50% ga teng bo'lishi kerak. Uchinchi DNK molekulasi timin nukleotitlari umumiy nukleotidda 15% tashkil qiladi. Agar bu 15% ni tashkil qilsa, shunda sitozinimiz 50 bo'lish uchun 35% ni tashkil qiladi. Xo'p, aytadi bizda. Uchala DNK molekulasida jami 840 ta guanin nukleotid mavjud bo'lsa, uchala DNK molekulasidan sintezlangan informatsiya RNK molekulasi uzunligini so'raydi. Demak, guaninlar soni berilgan, ya'ni umumiy bizda 840 ta guanin bor. Demak, hammasi bir xil uzunlikda degan hisobiga x qilib oldik hammasini. Shunda bizda bu yerda 30x guanin, hop, 30x guanin birinchi DNKda, ikkinchi DNKda 40x guanin plus uchinchi DNKda 35x guanin. Tak, shunda bizda 105x bo'ladi. 105x guanin teng ekan 840 ga. Xo'p. Endi 840 ta bo'lsa 105 ga x ni chiqadi bizda 8. Xo'p, x chiqdi mana. Endi qarang. Umumiy momentda x deb oldik, ya'ni bular 100x ga teng bo'lsa, umumiy foizlarimiz 100 ku. Shunda 100x bo'lsa, bu ham 100x foizi. Xo'p. Shunda birgalikda bizda 300x bo'ladi. 300x ni ko'paytirib yuborsak 8 ga 2400 ta DNKdagi nukleotid bor. Umumiy 3 ta DNKda. Bizda so'rayapti, uchala DNK molekulasi sintezlangan informatsiya RNK deb. Aynan bittasini so'ramayapti. Uchalasidagini umumiy uzunlik so'rayapti. Bunda bo'lib yuborsak 2 ga 1200 yarim. Ya'ni informatsiya RNK chiqadi. Informatsiya RNK ko'paytiramiz 0.34 nanometrga.
Shunda bizda kelib chiqadi 400 408 nanometr. Javob shu bo'ladi. Xo'p. Kalkulator ochib olaylik. Demak, tekshirib olamiz buni. 1200 ko'paytirsak 0.34 ga haqiqatan 408 nanometr chiqar ekan. Xo'p, keyingisiga o'tamiz unda. 37-masala. Bizda aytibdi, shimpanzening debdi 2 eni 48 ga teng ekan. 2 eni berib qo'yibdi bizga 48 navor xromosomasi. Ikkita ovogenik hujayra 3 marta mitoz bo'linib, hosil bo'lgan birinchi DNK, ya'ni birinchi tartib ovotsitlari barchasi meyoz bo'lindi va hosil bo'lgan tuxum hujayraning 12,5% qismi normal jinsiy Y xromosoma bilan, qolganlari esa normal jinsiy X xromosoma bilan qo'shildi debdi. Xo'p. Bizda ikkita ovogenik bor. Ya'ni bizda ikkita ovogenik hujayramiz bor. 3 marta mitoz bo'ldi, qarang. 3 marta mitoz bo'ldi degani 1 marta mitoz bo'lsa 2 ta, 2 ta bo'lsa 4 ta, 3 ta bo'lsa 8 ta, ya'ni mitoz bo'ldi. 2, 4, 8 ta hujayra hosil bo'ladi. Bitta hujayra parchalanadi, bo'linganda. Bizda 2 ta bor. Bu degani ko'paytirib yuborsangiz 8 ga 16 ta hujayra hosil bo'ladi. Endi bizda hosil bo'lgan ovotsitlarning barchasi meyoz bo'lindi va hosil bo'lgan tuxum hujayra deb. Endi qarang. Bizda meyoz bo'linganda ovotsitlar 4 ta hujayra hosil bo'ladi, to'g'ri. Shundan 3 ta yo'naltiruvchi bo'ladi, kichkina, va bitta yirik bo'ladi. Xo'p, 16 tali 3 ta hosil bo'ladi, ya'ni 48 ta bo'ladi. Bu 48 ta yo'naltiruvchi, bular nobud bo'lib ketadi. 16 ta esa tuxum hujayra hosil bo'ladi. Bu 16 ta tuxum hujayram 100% deyapti bizda. Ya'ni 16 ta tuxum hujayram 100% bo'lsa deyapti bizda. Aytayapti 12,5% deyapti normal Y bilan qo'shildi deyapti. Ya'ni 12,5% normal Y bilan qo'shildi deyapti. Shunda 87 bo'ladi, tushunsam. 87,5% X bilan qo'shildi deyapti. To'g'ri buni. Tak, bu chiqadi 2, bu esa chiqadi 14. Endi bizda ikkita tuxum hujayra Y bilan qo'shilgan ekan, 14 ta tuxum hujayra X bilan qo'shilgan deyapti. Xo'p. Tak. Bizda endi qarang. Bular X da X xromosomaga tengda. Xo'p. Bizda ikkita X Y ga hosil bo'ldi debdi. 14 ta X hosil bo'ldi debdi. Bizda so'rayapti, mana qarang. Hosil bo'lgan zigotalar 2 marta ekvatorial bo'lingandan so'ng hosil bo'lgan blastomerlardagi jinsiy X xromosoma soni so'rayapti bizda. Xo'p. Ikkita hujayram XY li bo'lsa, ya'ni zigota, ularda ikkita X xromosom bo'ladi. 14 ta zigotamda esa 28 ta X xromosom bo'ladi. Shunda birgalikda 30 ta X xromosom bo'lar ekan. Agar shu holida blastomer hosil bo'lsa. Lekin biz aytayapti, 2 marta ekvatorial bo'lingandan so'ng deb. Demak, qarang nima deyapti. Birinchi dastlab har doim zigota 2 marta meridional, keyin ekvatorial paydo bo'ladi. Bizda mana birinchi ekvatorial, ikkinchi ekvatorial. Shunda 2, 4, 8, 16, 32 ta blastomer hosil bo'lar ekan. Bitta hujayra bo'linganda. Demak, bitta hujayradan 32 ta blastomer hosil bo'lsa, bo'linganda bizda 30 ta, ya'ni hujayra bo'lganda qancha xromosoma bo'ladi? Ya'ni X xromosoma. Ko'paytirib yuborsalar 32 ni 30 ga 32 ko'paytirilgan 30. 960 ta
X xromosomi bo'lar ekan 32 ta hujayramda. Demak, biz javobimiz 960. O'ttiz sakkizinchi masala. Energiya almashinuv jarayonida aytyapti bizda 2880 gramm glyukoza chala va to'liq parchalandi va bu jarayonda aerob bosqichda hosil bo'lgan ATF molekula soni glikoliz bosqichidan hosil bo'lgan ATF molekula sonidan 9 marta ko'p deydi. Demak, bizda yana o'sha gap aerobdan hosil bo'lgan ATF deyapti. Glikolizdan 9 marta ko'p ekan. 9 bo'lsa x bo'ladi. Bu 9 marta ko'p ekan. Xo'p. Yana bizda 2880 gramm glyukoza bor. Demak, 2880 gramm glyukozani bo'lsak 180 ga bizda kelib chiqadi mol. Ya'ni 16 mol chiqadi. 16 mol glyukoza parchalangan ekan. Bizda bitta foyda berib ketyapti, qarang. Glikoliz bosqichidan hosil bo'lgan ATF molekula sonidan 9 marta ko'p deyapti. Mana buni. Biz bilamiz, har qanday glyukoza, xoh to'liq, xoh chala parchalansin, u doim ikkinchi bosqichda bosib o'tadi. Xoh chala, xoh to'la bo'lsin. Ikkinchi bosqichda bosib o'tadi degani, ikkinchi bosqichda ikkita ATF hosil bo'ladi. Bir molekula glyukoza. Shunda buni 2 ga ko'paytirib yuborsak, bizda kelib chiqadi 32 ta ATF anodan, ya'ni glikoliz bosqichidan, ya'ni ikkinchi bosqichda 32 ta ATF hosil bo'ldi. Bizda aytayapti. Glikoliz deyapti. Bosqichda hosil bo'lgan ATF dan 9 marta ko'p aerob bosqich deyapti. Bu degani ko'paytirib yuborsak buni 9 ga bizda kelib chiqadi 288 ta ATF 3-chi bosqich uchun. Xo'p, bizda so'rayapti oxirida. To'liq parchalangan glyukozdan hosil bo'lgan karbonat angidrid miqdori so'rayapti. Endi bu qancha glyukoza parchalanishidan 288 chiqishini topish uchun bo'lib yuboramiz 288 ni ATFni 36 ga. Chunki 1 mol glyukoza parchalanganda 36 ATF chiqadi. 288 qanchadan desak 8 mol glyukoza bo'ladi. Biz bilamiz 1 mol glyukoza to'liq parchalanganda 6 mol karbonat angidrid chiqadi. 8 ga qancha desak 48 mol karbonat angidrid chiqar ekan. Javob 48 bo'ladi. Xo'p, keyingisiga o'tamiz endi. Xo'p, itlarda debdi. Demak, itlarda yungning rangining irsilanishi 2 juft allel bo'lmagan genlar faoliyatiga bog'liq debdi. Birinchi juft dominant A gen yung rangini qora bo'lishi edi. Xo'p. Qarang, genetikada har doim birinchi o'rinda belgini to'g'ri yozib olish kerak va belgiga qarab ota-ona topiladi yoki farzandga qarab ota-ona topiladi. Agar belgiga xato yozsangiz, ishingiz to'g'ri amalda olib bormaydi va xato chiqib qolish sababchi bo'lib qolasiz. Shuning uchun birinchi o'rinda shoshmasdan belgi yozib olish kerak. Biz aytyapti, birinchi juft dominant A gen yung rangini qora bo'lishi deyapti. Demak, katta A bo'lsa qora bo'ladi deyapti. Resessiv A gen desa jigarrang bo'lishga olib kelar ekan. Resessiv A geni jigarrang qilib qo'yadi. Xo'p, yana biz aytyapti, ikkinchi juft katta E gen inhibitor deyapti. Ta'sir etib rang yuzaga chiqishiga yo'l qo'ymaydi. Boshqa bir avtosom xromosomida joylashgan resessiv C geni gomozigota holatda yung hosil bo'lishiga, hosil bo'lmaslikka olib keladi. Natijada bunday avlod embrionlik davrda halok bo'ladi. Barcha genlar bo'yicha heterozigotda deyapti. Endi qarang. Bizda katta E ni inhibitor deyapti. Kichkina E ta'sirsiz. Yana bizda berayotgan narsa kichkina C halokatga olib kelar ekan.
embrionlik davrda. Demak, katta S bilan katta S va heterozigotasi ta'sir ko'rsatmaydi. Ya'ni o'limga olib kelmaydi. Bu yerga yozib oldim men hammasini. Endi biz aytyapti, qarang. Barcha genlari bo'yicha heterozigota erkak it. Ya'ni qanday yoziladi? Demak, katta A, kichkina a, katta I, kichkina I va katta S, kichkina S. Bu erkak D heterozigota genotipli qora urg'och itga chalishtirildi. Qarang. Xo'p. Qora chiqish uchun unda ingibitor bo'lmasligi kerak. Agar ingibitor bo'lsa, bu rang yuzaga chiqarmaydi deb ketdim aytdim. Shu bois qora chiqish uchun birinchi o'rinda katta yozaman va biza chiziqcha bo'lib ketamiz. Qora chiqish uchun resessiv yozaman. Agar katta E bo'lsa, ingibitor bo'lib, uni rangi yuzaga chiqarmaydi. Va biz aytyapti, yana qarang. D heterozigota deyapti. Bu degan ikkita heterozigota. Kichkina I heterozigota bo'lmagandan keyin katta A kichkina A bo'ladi. Katta S kichkina S bo'ladi. Mana D heterozigota bo'ladi. Bu urg'ovchi it. Bizga beryapti. F1da jigarrang kuchukchalar tug'ilish ehtimoli so'rayapti. Demak, F1da so'ragan narsasini yozib olamiz. Birinchi nima so'rayotgan? Jigarrang tug'ilish uchun bizda kichkina A bo'lishi kerak va kichkina I bo'lishi kerak. Sababi katta I rang yuzaga chiqarmaydi. Hamda oldida katta S ishorasi bo'lishi shart. Agarda kichkina S bo'lsa, o'limga olib keladi. Tamam, biz shuni qidiramiz. Endi gamet olamiz. 2 xil bo'lgan hisobiga. Hop, heterozigotalarimiz soni 3 ta. Bu 3 ni kubi, 2 ni kubi bo'lsa 8 ta. 2 1 2 2 4 ta gameta. 8 kira 4 32 ta avlod tug'ilar ekan. Xo'p. Endi yozib olamiz bu yerga. Xo'p. 8 ni 2 ga bo'lsaylik, har 4 tadan almashinadi. 4 ni 2 ga bo'lsak, har 2 tadan almashinadi. 2 ni 2 ga bo'lsaylik, har bittada almashinadi. Genlar tartibi. O'shanda tartibli chiqadi va ishingiz osonroq o'tadi. Demak, yozib olamiz. Xo'p, har 4 tada katta 1 2 3 4. Endi kichkina 1 2 3 4 mana. Xo'p, endi katta I dan 2 marta almashinadi. Katta I, kichkina I. Katta I, katta I, kichkina I. Xo'p, katta S dan har bittadan almashinadi. Katta S, kichkina S. Katta S, kichkina S. Katta S, kichkina S. Xo'p, yozib oldik buni. Endi 4 ni 2 ga bo'lsak, har 2 tadan almashinadi. Har 2 tadan almashinadi. 2 ni 2 ga bo'lsak, har bittadan almashinadi. Demak, katta A dan har 2 tada yozaman. Bitta. Endi kichkina. Xo'p, i'larimiz bir xil bo'lgani uchun, gomozigota bo'lgani uchun bitta-bittadan tushadi. Va katta S, kichkina S. Katta S, kichkina S mana. Xo'p. Mana chizib olamiz. Xo'p, penkalar chizib oldik. Bizdan so'ragan narsa bu aytganim kichkina I va kattasi chiziqcha bo'lishi kerak. Undan oldin biz aytib ketgandik boya. Kichkina S va kichkina S davrida embrion halokatga uchraydi. Birinchi o'rinda shuni chiqarib tashlashimiz shart bizda. Qarang. Xo'p, kichkina S bilan kichkina S keladi bu yerda. Ular o'ladi. Bu yerda ham shunday kichkina S o'ladi. Bu yerda ham o'ladi va bu yerda ham o'ladi. Shu narsa bu yerda sodir bo'ladi. O'lim.
Demak, 4 ta 8 ta avlod o'lib ketdi. Bu degani o'zi 32 ta avlod tug'ilishi kerak edi. 8 tasi minus bo'lsa 26 ta yo'q, 24 ta avlod tug'iladi. Demak, 24 dan 100% deymiz. Bizda so'ragan organizmlar mana bular. Ya'ni kichkina a bo'ladi degani bu qator umuman bo'lmaydi. Chunki katta a bor. Bu qator ham bo'lmaydi. Katta a bor chunki. Tak, bu ham chiqib ketsa, bu ham chiqib ketadi, katta a'lar, bu ham chiqib ketadi. Bu ham chiqib ketadi. Kattani chiqarib tashladik, faqat kichkinani qidirishimiz kerak. Bu yerda kichkina bor. Faqat bizda jigarrang tug'ilishi kerak. Jigarrang tug'ilish uchun oldida ingibitor katta a gen bo'lmasligi kerak. Ya'ni bu yerda katta e geni bor mana. Tak, bu yerda ham ingibitor gen bor. Mana yerda yo'q mana. Demak, kichkina e, kattasi chiziqcha. Bu yerda ham kichkina, tak, kichkina e, kattasi, kichkinasi, bu yerda kattasi ekan. Bu yerda shunaqa. 3 ta chiqdi. Demak, 3 dan necha foiz egallaydi desak, bizda 12,5% egalar ekan. Demak, javob 12,5. Tartib mana shunday kechadi. Doim qaytaraman. Birinchi o'rinda belgini to'g'ri yozib ol. Belgiga qarab ota-onani topasan. Ota-onadan chiqqan gametalarni belgiga qarab so'ragan narsani topa olasan. Agar belgini yozmasdan shunchaki xayollab ketsangiz, baribir chalkashib ketasiz o'rtada. Agar belgiga yozib, o'shanga qarab e'tibor berib ishlasangiz, genetika juda ham oson masala. 40-ga o'tamiz. Xo'p, bizda aytayapti, kalamushlarda yung rangining kulrang bo'lishi, qora bo'lishi ustidan, ko'z rangining pushti bo'lishi, qizil bo'lishi ustidan to'liq dominantlik qilib, bitta gamalak avtosoma xromosomda to'liqsiz birikkan holda sinadi. Xo'p, yana biz aytayapti, shu yergacha belgini yozib olamiz. Demak, katta a holatda qora ekan, kichkina a holatda yo'q, xato yozib qo'yibmiz. Katta a holatda kulrang deyapti. Kichkina a holatda qora deyapti. Xo'p, ikkinchisi katta b holatda deyapti. Pushti deyapti. Kichkina b holatda qizil deyapti. Bular ustidan to'liq dominantlik qilib, bir-biriga to'liqsiz birikkan bo'lib turibdi. Ya'ni bu degani chala. O'rtada krasingor bo'lish ehtimoli bor ularda. Xo'p, keyingi gap. Dumning uzun bo'lishi kalta bo'lish ustidan deyapti. Demak, katta S, shu katta S ni o'rniga D oling. Ya'ni aynan bu berilgan harf bo'yicha ketish shart emas, chunki chalkashib ketishingiz mumkin. Katta S bilan kichkina S ni farqlash juda ham qiyin bo'lib qoladi o'rtada. Shoshgan vaqtingiz, shuning uchun katta D deb oldim. Bu uzun bo'lishi ekan. Kichkina D esa kalta bo'lishiga olib kelar ekan. Dominantlik qilib, boshqa xromosomda joylashgan gen orqali silinadi. Xo'p, aytayapti bizga endi qarang. Qora yungli, qizil ko'zli, uzun dumli urg'och. Qanday yoziladi? Qora yungli, xo'p, qizil ko'zli, uzun dumli urg'och. Katta D chiziqcha. Urg'ochi. Kalamush kulrang yungli, aytdim ishlatib qarang. Kulrang yungli, pushti ko'zli deb. Kulrang yungli bo'lishi katta A bo'lishi kerak. Pushti ko'zli katta B bo'lishi kerak. Endi qarang, mana shu yerda yaxshilab o'ylang. Agar men o'zimdan o'zim katta A katta Bni tagma-tag qilib ketsam, bu xato bo'lish ehtimoli bor. Balki hozir mana bu holatda ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Katta Bni bu yerga yozib, kichkina Bni bu yerga yozsam to'g'ri bo'lishi mumkin. O'shani aniqlashtirib olish uchun bizda o'zi berib qo'yapti. Qavsida qarang, dominant genlar deyapti. Har xil xromosomada joylashgan. Bu degani dominant genlar ikkalasini bitta xromosomada emas, balki ikkinchisi
boshqa xromosomada boshqa katta A boshqa xromosomda joylashgan deyapti. Joylashgan. Xo'p. Yana aytayapti bizda uzun dumli erkak bilan tanishtirildi deyapti. Uzun dumli. Demak, chiziqcha qo'yib turamiz, aniq emas. Uzun dum bo'lish uchun katta D. Chiziqcha. Xo'p. Endi qarang. Bular tanishtirilganda bizda F1imizda farzand tug'ildi. Ya'ni 10% deyapti. 10% kulrang yungli tug'ilibdi. Kulrang yungli bo'lish uchun katta bo'lish kerak. Xo'p, qizil ko'zli deyapti. Qizil tug'ilish uchun kichkina B bo'lish kerak. Qizil ko'zli va kalta dum chiqish uchun chiziq qo'yib turamiz bu yerga. Kichkina D tug'ildi. 10%. Endi qoida. Har doim genning yarmi otadan, yarmi onadan o'tadi. Bu degani bitta kichkinadan olib kelaman bu yerga. Bu kichkinadan olib boraman bu yerga. Xo'p, topib oldik. Endi qarang. Xo'p, bizda kichkina B tug'ildi. Ikkita kichkina B tug'ilish uchun maytda kichkina B bo'lishi shart. Chunki yana o'sha gap, yarim gen otadan, yarim gen onadan o'tadi. Xo'p. Tak. Krasingor bo'lish uchun D heterozigoti doim bu amalga oshishi kerak. Agar D heterozigoti bo'lmasa, krasingor amalga oshmaydi. Shu bois bu yerga kichkina A yozdim. Ketdi endi ishlaymiz. Bu ikki xil. To'rtta gameta olinadi agar krasingorsiz bo'lsa. Krasingor bo'lsa 2 ga ko'paytirasiz, yana 8 ta gameta chiqadi. Bu yerda esa bir xil, ikki xil. Bu yerdan ikkita gameta chiqadi. Xo'p. Bunda gameta olamiz. Demak, to'rda 2 ga bo'lsa har ikkitada takrorlanadi. Ya'ni hop, katta A, kichkina B. Katta A, kichkina B. Endi kichkina A, katta B, kichkina A, katta B. Hop, D bo'yicha endi katta D, kichkina D, katta D, kichkina D. Bular hozir no cross bo'ldi. Endi krasingor hosil qilamiz. Krasingor bo'ldi degani katta B ni chap tomonga, kichkina B ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Shunda bizda katta A, katta B, ikki marta yozamiz buni ham, katta A, katta B, kichkina A, kichkina B, kichkina A, kichkina B. Xo'p, shunda yana katta D, kichkina D, katta D, kichkina D tushadi. Endi penkada chizib olamiz. Bu yerda ikkita gameta chiqqan bois ikkita penkada chizdim. Mana bu hozir bu qismi to'liq, ya'ni bu crossga uchragan qismi. Bu qismi cross. Bizdan so'ragan narsa krasingor foizini so'rayapti. Mana shuni so'rayapti. Nechiga teng deyapti. Xo'p. Endi qarang. Bizda tak shuni chiroyli chizib qo'yib. Bu yerda tamam. Bu yerda gametasini olib qo'yamiz. Demak bizda kichkina A, kichkina B, katta D bo'ladi. Kichkina A, kichkina B, kichkina D bo'ladi. Mana. Biz aytayapti, mana shunaqa avlod debdi. Bizda 10% tug'ildi debdi. Demak, bu yerga qarayman. Bu yerda unaqa avlod tug'ilmaydi, chunki katta B bor. Bu yerda esa kichkina B bor. Demak, mana. Kichkina D tug'ildi. Demak, bu avlodimiz mana. Katta A, kichkina B, kichkina A, kichkina B. Va kichkina D, kichkina D. Mana shu 10% tug'ildi bizda. Xo'p, endi qarang, qanday hisob-kitob qilamiz? Mana bu yerda bitta gametdan o'zi bo'lganda, mana shu o'zi 100% bo'ladi. Doim tepada, misol uchun otani gametasi qiymati 100 berish kerak. Onani gametasi qiymati 100 berish kerak.
va umumiy zigotalar ham, avlodlar ham 100 berish kerak. Ana shunda yo 100 yo 1 berish kerak. Mana shunda foizlar teng nisbatda bo'ladi. Endi qarang, bu yerda 100 bo'lish uchun 50 foizga teng keladi. Xo'p, agar bu 10 bo'lsa, demak bu ham 10 bo'ladi. Agar bu 10 bo'lsa, bular ham 10 dan to'g'ri keladi shunda. 10 dan to'g'ri kelsa, shunda umumiy qiymatim 40 80. Demak 0 cross 80 ga teng ekan. Shunda umumiy 100 bo'lish uchun 100 dan 80 ni olib tashlasak, demak Krasingor foizim 20% ga teng bo'ladi. Bizda o'zi Krasingor foizini so'rayapti. Javob 20 bo'ladi. Xo'p, ishlash tartibi mana shunday amalga oshiriladi. Xo'p, qayerdadir tushunmagan bo'lsalaringiz, videoni to'xtatib, yozib olib, yaxshilab tushuninglar. Agar yanada tushunmovchilik yuzaga kelsa, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiring. Obuna bo'lib qo'ying, do'stlaringizni taklif eting. Sog' bo'linglar.